Assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtostaya. Bu videomizda maxsus Midnight Fest o'zi uchun bo'ladi. Bugun bizda ikkita legendarichka Vazigma 107 bilan Vazigma 108 kommentariyga yozib ketamiz. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqadi? Biz o'sha bilan polni bittasida ko'rsatib beramiz. Ketdi. Vazigma 08'imizda 1987-yil motor Shisnar 1.8 turibdi. Kompyuterlar yanvar Online 702 launch bilan birga receiverlar Procar Pauk Tour Q1 turibdi. Espero vakuum mas'ul ulovitillari ham qo'yib bo'lingan. Ходовочастый kelsa SS20 tashkilida тормозной sistema 14 привода ventiляционный круговой амортизаторlar SS20-50 diski 15 shtampovka. Bu baza. Old Abbes'da kuba qo'yib qo'yilgan DAS mamlaqa narsachalari bilan Bakovoy Granta Sport turishini qaranglar buni. Kuzovga keladigan bo'lsak, kuzov boshqatdan yangidan yig'ib chiqilgan. Ya'ni yangi kuzov qilib o'shanga hamma narsa yig'ilgan. Langeron, eshik, krilo, orqa bagaj, kapot hammasi yangi. Salonda polka ishlar turibdi. Salon polni подпитнашка qilingan, трехслойный shumka, orqada mes polka sidenlar bo'lar ekan, hali qo'yilmagan. Endi obshipkalarga keladigan bo'lsa, men buni davay qilib olib chiqib oldim, hali bu polnisi bitmagan. Eng muhimi, bu mashinaga $12,000 dan ko'p pul tiqib yuborilgan.